Rossiya zodi Janubiy qutbdan nimani bayqab qoldi? Nemishqa davomli qo'llashdan voz kechdi? Necha ming metr keladigan bu muzliqning ostiga zodi qanday sirlar yoshiringan? 1820 yili Rossiyalik ekspeditsiyachi Bernes Janubiy qutbga borganda ko'z yetkisiz muzdog'ni ko'rgan. Hamda men dunyoning chetiga kelibman deb o'ylagan. Ammo u bu muzdog'ning ostida hech kim bilmaydigan va ko'rib boqmagan sirliq dunyoning borligini o'ylab boqmagan. Siz tasavvur qila olamsiz? Necha 100 million tonna ig'irlikdagi Janubiy qutbning ostiga kam ketgan tog' tizmasi joylashgan. Uningdan boshqa bu yerda yana bir muz o'nkir bor. 50 yilning yoqi goh paydo bo'lib, goh yo'qab, kishilarga intayin sirliq tuyg'uni bergan. Toki bu yil tadqiqotchilar tomonidan sababi yeshilgacha u bir sirliq hodisa sifatida saqlanib kelgan. Uningdan boshqa Janubiy qutbda yana odamni hayron qoldiradigan ishlar intayin ko'p. Undaqda Janubiy qutb zodi qanday joy? Bu yerni insonlarning cheklangan rayoni qilishdagi maqsad ma'lum sirliq ishlarni bizdan yoshirish uchunmidi? Biz avval gapni abayqi sirliq muz o'nkirdan boshlaylik. Bu o'nkir Moda Xaylon ko'li deb ataladi. 1974-yilda bayqalgan. Hamda 1974-yildan 1976-yilgacha qisqa mezgil paydo bo'lgan. Bu joyning odamni eng hayron qoldiradigan tarafi qoida tuyuqsiz paydo bo'ladi. Qoidadan necha yil g'oyib bo'ladi. Hatto cho'ng kichiklikmi sirliq holda o'zgarib turadi. Olimlar uni necha 10 yil kuzatgan, ammo uning nimishqa shakllanganligini tushunmagan. 2016 va 2017-yillarga kelganda bu joy tuyuqsiz paydo bo'lib, sovuqdan necha hafta davomlashgan. Hamda ko'lami 30 ming kvadrat kilometrdan oshib ketgan. Bu 1970-yildan keyin Janubiy qutbdagi Vedel dengizida tunji qitim mushundaq cho'ng va uzunga so'zilgan muzliq orasidagi ko'lning paydo bo'lishi hisoblandi. Ammo dal mushu holat olimlarning bu ishning sababini tepib chiqishiga fursat yaratib bergan. Odatda bu xil muzliq orasidagi ko'l, ya'ni muz ustidagi o'nkir, hammasi ichki quruqlikdagi kuchli shamolning yer yuzini upurtishida shakllanadi. Ammo Moda Xaylon ko'lining o'rni intayin g'alati. U dengiz bo'yi rayonda emas, aksicha bepoyon okean ichida. Bu joyda muz o'nkir intayin oz shakllanadi. Bu ish olimlarning zodi qanday sharoit bu xil cho'ng o'nkirning shaklanishiga sabab bo'lgan degan masala ustida qattiq o'ylantirib qo'ygan. Bu masalani yechish uchun olimlar sun'iy hamrohdan kuzatish, laylama sensor, hatto dengiz jonliqlariga iz qo'lg'ichlarni bekitish qatorliq usullarni qo'llangan. Buningga necha 10 yillik kuzatish xotirasi qo'shilib, oxiri olimlar eng halqiliq yupuchiga erishgan. 2016-yildan 2017-yilgacha Vedel dengizining Vedel okean iqimi odatdagi qaraganda kuchli harakat qilgan. Bu xil kuchli okean iqimi xuddi suv pompisidek cho'nqir dengizdagi tuzliq va illiq bo'lgan suvni dengiz yuziga elib chiqqan. Undan boshqa bu ko'lning dal ostida tog' tizmasi bor. Kuchli okean iqimi tuzliq suvni tog' tizmasi atrofiga yiqqan. Uningga ergashib dengiz yuzidagi shamolning ta'sirida shakllangan qaynam tövandagi tuzliq suvni yuqoriga elib chiqqan. Shuni bilishimiz kerakki, tuzliq suvning to'nglash nuqtasi odatdagi suvga o'xshamaydi. Bu dal muz orasidagi ko'lning shakllanishiga hamda sovuq temperaturada necha hafta tursimi muz to'nglamaganligining sababi. Janubiy qutbning sirliqligi hargizmi sirtqi yuzi bilan cheklanib qolmaydi. Qilinligi necha 10 kilometr keladigan muz ostiga sizni texmo hayron qoldiradigan ishlar yoshiringan. Bu joyda 400 dan ortiq muz ostidagi ko'l bor. Olimlar 1970-yili uni tunji qitim bayqagan. Siz nemishqa shuncha sovuq hamda muzliq ostidagi suv to'nglamaydi deb so'rashingiz mumkin. Amaliyotda buningga javob berish bek oson. Buning javobi bo'lsa fizik besimdan bo'ladi. Chunki ustidagi qilin hamda ig'ir bo'lgan muz g'oyat zo'r besim shakllantirgan. Besim bo'lsa suvning to'nglash nuqtasiga ta'sir qiladi. Shunga mayli temperatura 0 dan tuban bo'lib ketsa-mu, ko'l suvi yana suyuq holatda tura oladi. Buning ichida eng dangli Vostok ko'li bo'lib, u 1990-yili 32 kilometr qilinlikdagi muzliq ostidan bayqalgan. Olimlar burg'ulash texnikasi orqali uningdan avrishga olmoqchi bo'lgan, ammo bevosita sap ko'l suvining avrishkisiga erishamagan. Lekin texnik usul orqali ular ko'l suvining 0 dan tuban 3 gradus ekanligini bayqagan. Uningdan boshqa odamni eng hayron qoldirdigini Xulanis ko'li bo'lib, 2014-yili olimlar 16 ming kilometr cho'nqurlikdagi joydan hayotlik iznasi bo'lgan mikro jonliqlar to'pini bayqagan. Bu jonliqlar aslo quyosh nurini ko'rib boqmagan, hech qanday havo bilan uchrashib boqmagan. Bu uzil-kesil bak sovuq temperaturada jonliq bo'lmaydi degan bilishimizni og'dirib tashlab o'tgan. Hamda olimlarning Mars yoki boshqa sayyoralardagi muzliq ostida mushunga o'xshash jonliqlar mavjudmi degan farazini qo'zg'agan. Bu ishlardan boshqa yana Mekmordagi qon rangli shoqiratma odamning diqqatini intayin qo'zg'aydi. Bu qarmoqqa odamga oppoq muz tog' orasidan eqib chiqqan qon suyidek tuyg'u berdi. Yiroqdan qarasangiz xuddi muzliq yorlangandek ko'rinadi. Bu zoti qanday qishdi? Buningga pek hayron qolmasangiz bo'ladi. Chunki bu faqat ximiyalik ta'sir sababidan shakllangan ahvol. Nurg'un kishilarning nazarida Janubiy qutb hayotlik mavjud bo'lmagan bir joy. Lekin bu yerda shu xil sharoitga moslashgan jonliqlar bor. Ular 0 dan tuban temperaturaga, kuchli radiatsiyaga, hatto hech qanday quyosh nuri yo'q muhitga moslashib yashay oladi. Buning ichida eng dangli Janubiy qutb muzliq beliqi. Uning muskul qurilmasi va terisi suzuk nur o'tishchan holatda. Mundaqla qarab siz uning yuragining so'qiyotganini ko'ra olasiz. U 0 dan tuban 2 gradusda yashash uchun tadrijiy taraqqiyot jarayonida oqsilning qaytib kelishiga qarshi iqtidorni yetilgan. Uningdan boshqa yana Janubiy qutbdan nurg'unlagan shu joyga moslashib ketgan jonliqlar bor. Ular hozir qadar biologiya fanlarining qiziq nuqtasi bo'lib kelmoqda. Hozirgi Janubiy qutb muzliq bilan qoplangan bir joy. Agar biz vaqtni 50 million yil avval qaytarsak, bu
bu yerning hech kim o'ylab boqmagan iliq, nam, hatto tropik balvoq yomg'irliq o'rmini oldin ko'ralaymiz. Buni olimlar qandoq bilgan? Amaliyotda Janubiy qutbdan topgan toshqatma yopirmoq dinozavrning toshqatmasi deganlarning hammasi buning eng yaxshi isboti bo'la oladi. Janubiy qutbning sirliqligi bu ishlar bilan cheklanib qolmaydi. Buningga yana qandoq sirlar yoshiringan? Bu yanada bizning yetishimizni kutmoqda.